Ancelotti Papacarlo Braziliyani mundialga boradigan tarkibini e'lon qildi. To'g'risini aytsam, bu tarkib ko'rib men ham qo'rqib ketdim. Bironta ham himoyachini o'zi yo'q. Menimcha shunchaki bu mem yoki hujumini o'zini ko'rinishi. Jesus, Joao Pedro, Endrick, Richarlison, Estavio, Neymar, Rafinha, Vinicius, Rodrigo va o'sha Goat Antoni. Hujum chizig'ini qanaqa kuchliligini tasavvur qilishi o'zi juda ham qiyin. Juda ham ko'pchilik Neymar bu tarkibga chaqirilmagan deyapti, lekin Neymarsiz mundialni tasavvur qilishi o'zi juda ham qiyin. Men Braziliyani ashaddiy muxlis emasman, lekin bu yil mundialda favoritlardan biri deb hisoblayman. Bulardan tashqari yana Angliya, Portugaliya, Ispaniya va Argentina jamoalari bor. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu yilgi jahon chempionatida kim favorit? Kimni yutish ehtimoli juda ham yuqoriroq? Fikringlarni izohlarda yozib, meni sahifamga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Bu videoni futbolni andushi yaxshi ko'radigan do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar.